$140 ming 5 xonali yangi qurilgan hovlimizni 208 sotuvli imoratimizni yangi qurilayotgan o'sha hovli kottejlarimizni ko'pchiligi 4 xonali qilib qurishyapti, lekin ba'zan sotuvga chiqayotganda klientlarimiz, mijozlarimiz 5 xonali so'rashadi, ya'ni bir xona kamlik qilib qolishadi. Hozir ko'radigan uyimizni aynan shunaqa mijozlarimiz uchun juda ham yaxshi tanlov bo'ladi. 5 xonali qurilgan, undan tashqari ikkita alohida qilib qurilgan, ya'ni ikkita oila ham yashasa bo'ladigan qilingan loyihasi shunaqa. Va mana bunaqa kattagina hovlimizni, yashil hududlarimizda qoldirilgan, bitta mashinaga mo'ljal qilingan darvozaxonamiz va tashqarida yana darvozaning oldida ham bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Tashqarida ham kattagina огород bor. Demak, 208 sotuvga tushirilgan 5 xona, bitta podval, bir qavat qurilgan imoratimiz. Demak, narxi 140 ming so'ralyapti. Manzilimiz Hojiota, ya'ni 3 Qahramon postidan taxminan 5-6 kilometr kirganda, katta ko'chadan 100 metr kirasiz mahallaning ichiga. Asli telefon nomeri qoldiramiz, telefon qiling.